Yarkan Elishqul vaqasining 11 yilligi munosabati bilan bayonot. 2014 yili 28 iyul kuni Sharqiy Turkistonning Yarkan nahiyasining Elishqul yezisida yuz bergan Elishqul vaqasi Xitoy Kommunist hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan zulm va irqiy bostirish siyosatlarining yana bir qabih namoyandasidir. Bu kun Xitoy hukumatining Uyg'urlarning diniy va madaniy huquqlarini cheklashga qarshi tinish shaklda norozilik bildirgan Uyg'urlarga qarata yurgizgan rahimsiz zo'ravonligi va qatliami bilan xotirlanadi. Sharqiy Turkiston informatsion markazi raisi Abdujalil Qaraqash apandi bu haqda bayonot berib mundaq dedi: Yarkan Elishqul vaqasining xotir kunida qurbon bo'lganlarni yod etib, Xitoyning davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va madaniyat yo'qotish jinoyatlarini qat'iy ayblaymiz. 2014 yili Yarkanning Elishqul yezisida Uyg'urlar Xitoy hokimiyatining diniy cheklamalariga, bo'libmi ayollarning hijob kiyishi va erlarning diniy yig'ilishlarini cheklash siyosatlariga qarshi tinish norozilik bildirdi. Biroq Xitoy hukumatı bu norozilikni qurolli kuch bilan rahimsizlarcha bostirib, rasmiy sonliq ma'lumotlarga ko'ra yuzlarcha, g'ayri rasmiy manbalarga ko'ra minglagan Uyg'urni qatliam qildi. Nurg'un kishilar tutilib, yo'qotildi va qamoqqa tashlandi. Xitoy hukumatı vaqani terrorlik hujumi deb yolg'on xabar tarqatib, haqiqatni yo'shirishga urindi. Bu vaqa Xitoyning Uyg'urlarga qarshi yurgizayotgan sistemalik zulm, qayta tarbiyalash lagerlari, majburiy tug'mas qilish va keng ko'lamlik nazorat jinoyatlarining davomi sifatida qaraladi. Qattiq ayblash. Biz Xitoy Kommunist hokimiyatining Yarkan Elishqul vaqasida ko'rsatgan vahshiylik va uningdan keyingi davomli jinoyatlarini qat'iy ayblaymiz. Xitoy hukumatining tinish norozilik bildiruvchilarga qarshi o'limchil zo'ravonlik ishiltishi, yüzlerce hatta minglagan Uyg'urni qatliam qilish va nurg'un kishini sababsiz tutish va yo'qotish, vaqa haqidagi haqiqatni yo'shirib, xalqaro jamiyatni yolg'on tashviqot bilan oldishi, Uyg'urlarga qarshi davomli irqiy qirg'inchilik, majburiy tug'mas qilish, madaniyat yo'qotish va keng ko'lamlik nazorat siyosatlari insoniyatga qarshi jinoyat bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 1948 yillik irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash anglashmasiga og'ir xiloflik qiladi. Xalqaro jamiyatga chaqiriq. Biz Yarkan Elishqul vaqasining xotir kunida xalqaro jamiyatni tövandagi harakatlarga chaqiramiz. Birinchi, adolat talab qilish. Yarkan Elishqul vaqasining mas'ullari xalqaro jinoiy sudda mustaqil tekshirilib, jazolanishi kerak. Ikkinchi, iqtisodiy besim. Xitoyning majburiy emgak mahsulotlari va irqiy qirg'inchilikni qo'llaydigan shirkatlarga qarshi keng ko'lamlik iqtisodiy boykot qo'llanilsin. Uchinchi, mustaqil tekshirish. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar Yarkan vaqasi va davomli zulmlarni mustaqil tekshirib, Xitoyning jinoyatlarini dunyoga oshkorlasin. To'rtinchi, qochqinlarni qo'g'dash. Uyg'ur qochqinlarga xalqaro panohlik berilib, ularni Xitoyga qaytarish cheklansin. 5. Xotira va ogohlik. Dunyo Yarkan Elishqul vaqasini har yili xotirlab, Uyg'urlarning vaziyati to'g'risida xalqaro ogohlikni davomli o'stirsin. Yarkan Elishqul vaqasi Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqiga qarshi yurgizayotgan sistemalik zulm va irqiy qirg'inchilikning qabih simvolidir. Biz bu kunda shahid bo'lganlarni seg'inish va hurmat ilkida yod etamiz. Ularning adolat va erkinlik talab qilgan ovozini davomlashtiramiz. Xitoyning jinoyatlariga sukut qilish, jinoyatga sherik bo'lish bilan barobardir. İnsaniyat vijdoni, erkinlik va adolat uchun biz davomli kurash qilamiz. Uyg'urlar uchun, haqiqat uchun, Sharqiy Turkiston uchun biz hargiz sukut qilmaymiz.